etliq dasturxonimizdan yarışqı bolğan güllük qiyiqcha tayyorlash usuli. Bunun üçün ketilgan materiallar 700 gram odatdagi un, 2 dona tuxum, 75 gram puraqsiz sumay yoki tushitilgan sumay, 1 bal qo'shiq atrofida tuz. Men hozircha 200 gram sovuq suv tayyorladim. Bu suvning hammasi ketishi yoki ketmasligi mumkin. Eshib qolsa oshgan miqdorini, kemisa kamlagan miqdorini deb beraman. Oldi bilan shu unimizga tuxum, sumay, tuz, suvni az-azdan quyib, ching bo'shlig'ini chinroq lag'manning xemiridek xemir yug'urib olamiz. Xanım qizlar, mana unimizga sumay bilan 2 dona tuxumni chaqdim, tuzimizni soldim. Endi suvni naytim az-azdan quyamiz. Suvni az-azdan quyib xemir yug'urib olsak bo'ldi. Xemirning yug'urilib bo'lgan oldin ko'raylik. Xemirning eti chinroq xemir bo'ldi. Xanım qizlar, mana xemirimizni yug'urib 4 dona zuvliga ayirib oldim. Taxminan 240 gram atrofida. Cho'qim 4 ga ayirang degan buningda o'lcham yo'q. Bundan kichikroq zuvliga ayirsanlar bo'ldi. O'zinglar qaysi aplik bo'lsa yeyishqa. Shu bo'yicha zuvliq qilsanlar bo'ldi. Ishqagan azroq xemirimizni ama yeşil rangdan azroq rang berib, yeşil rangdagi xemir qilib olamiz. Buni iliq yo'pirmoq shaklini chiqarish uchun qizlar. Shu xil oltiga o'taylik. Baya eskartmabdiman xonimlar, shu xemirimiz uchun 200 gram suvning hammasi ketdi. Balki bundan azroq ketishi mumkin. Ularningki suv simirish iqtidori o'xshamaydi. Shunlashqa suv quyganda az-azdan quyib yug'uringlar. Ma xemirimizni bo'lsa yeşil rangda ranglantirib oldik. Endi har bir parcha suvimizni bir parchadan nip biz uyg'urning xemiridek yeyib tayyorlaymiz. Xanım qizlar, mana bir parcha xemirimizni nip biz yaydıqqa naytim nip biz yaysizlar qizlar. Mana shundaqa. Buni ikki qo'l kenglikda manda qiyiqcha kesgich bilan hammasini oraliqni tapma-tekish qilib kesib oldim. Endi buni yo'gash usulini ko'rsatamiz. Xanım qizlar, ma qo'limizga yo'gash usulini ko'rsatib qo'yaylik. Dastlabki uchini endi sal namda bilinglar, xemiringlar chaplashmaslikni oldini olish uchun. Andan keyin aylantirsizlar qo'linglarga. Aylantirib eng oxirgi nuqtasini yana bir qatim chaplaysizlar. Ay mayga kirgan vaqtda ajrab ketmaslikni oldini olish uchun mushtaq qilamiz qizlar. Endi buni cho'kini qistiramiz. Cho'kida tutib turib pishiramiz. Ash qo'linglar chiqib turgan yerga cho'kin silinglar. Andan keyin yana bir yerga yana ana o'xshash yo'nalishda tikbit olib mayga solamiz. Mayga selish holatini ko'ringlar. Tikbiti. Qo'linglar midraq ketmasin. Ash bitti öyleydi. Cho'kin chiqarib olmanglar. Ma bir tarafni chiqarib olsanglar bo'ldi. Yana birisi cho'qim muqim holatda turdi qizlar. Qaranglar, shunda chiroyli chechakildi hozir. Bu ketishib olgandan keyin, guli chiqib bo'lgandan keyin, ko'pib olgandan keyin buni hamda mayga cho'ktirib olasizlar. Asta cho'ktagandan keyin buni aytdim suzuk, chiroyli pishib chiqadi, Tafsiliy suratga elindi qizlar, hamda uyinglarda gulli qiyiq sala oladigan bo'ldinglar. Naytim chiroyli chechakildi bu, Qaranglar. Ko'rdinglarmi? Chiroyliligini gullarni. Hamda buni suzib ilib, ustiga un shakar sepib versak bo'ldi. Xanım qizlar, ma yeşil xemirimizdan endi ma yo'pirmoq shaklini chiqarib olamiz. Ma xil tamchi piranikning qilibida qo'ysanglar bo'ladi. Shuni mushtaq qo'yib iliblam, ma qiyiqcha kesgichimiz bilan cho'risini iz chiqarib kessanglar, ma'ning o'xshash shaklda, ya'ni mundaq shaklda bo'ldi bu. Buni mayga silib pishirib chiqqandan keyingi holati mana jinli yo'pirmoq o'xshaydi qizlar. Shuningda shu qiyiqchimizdan ustiga bezak keltiramiz. Xanım qizlar, mana bu gulli qiyiqchalarimiz shunda chiroyli pishib chiqdi. Mana ustidan boshlab biz endi aglakdan o'tkazib un shakarni sepib chiqamiz. Men tek to'liq sepib bo'lmadim. Sepib bo'lgandan keyin boyaqi biz pishirib olgan mavi yo'pirmoqlarimizni o'zinglar xohlagan joyga bir taldan qistirib chiqsanglar bo'ldi. Bu bir bezak xonimlar. Bir yerlarga so'g'atlik qilsanglarmi, daston qilib bassanglarmi, noyitim chiroyli daston